Biz Belgiyaga nimaga keldik? Belgiyaga aylanishga emas, sayr qilishga emas, dam olishga emas. Asosiy maqsad Belgiyaga kelishdan Biobest kompaniyasi bor, entomofaglar bilan shug'ullanadigan, foydali hasharotlar, shimel arilari bilan ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan shunaqa katta kompaniya bor. Yevropada juda mashhur kompaniyalardan bittasi. Biologik himoya deymiz-ku, o'sha foydali hasharotlar bilan. Aynan o'sha yo'nalish bo'yicha shularni ko'rgani, bir qanday qiladi, nima qiladi, shularni bilgani keldik inshaalloh. Biobest mana kompaniyasi. Ko'rdik. Bitta mana atirgulchilarimiz polni shu foydali hasharotlardan foydalanishadi, ha? Makrolofis, Svirskiy, va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Mana kiraveramiz. Ichkarida telefondan olib qo'ysa, ko'rsatmasa, olmaysan desa, iloji yo'q endi. Yana o'sha zapis. Boshqa variantimiz yo'q. Yo'masa qolib ketamiz o'sha oltin ko'z, trixogramma, brakim bilan qolib ketamiz. Olmasak bo'lmaydi. Ha, nima dedinglar?